Ana, uyimga ham keldim. Oy, eshikni ochsiz, qistab ketdi axir. Kalitim bor-ku. Hozir. Uyimga ham kelib oldim. Hozir. Oy, qattasiz. Voy. Yaşasın. Mol deyeceksin. Ertasi kuni boshim og'riydi. Shunaqa ham ichasanmi? Nima yani? Unga ko'payib ketdi. Nasiga qani? Ana endi uxlash kerak. Hali shunaqami? Meni uyimdan tezda chiqib keting. Kim bu alvasti? Hali men alvasti bo'ldimi? O'zingiz alvastisiz. Nima qilyapsiz meni uyimda? Siz kimning uyidaligingizni bilasizmi? Kattaligimni sizdan yaxshi bilaman. Men Toshkent shahar quruvchilari ko'chasi 16-uy 39-kvartiradaman. Hali siz o'zingizni Toshkentdaman deb o'ylayapsizmi? Samarqanddasiz. Samarqand? Qarag'aziga Samarqandda bo'lishim mumkin. Men qanaqa kelib qoldim Samarqandga? Men Toshkentda bo'lishim kerak. Biz bolalar bilan hammomga bordik. Cho'mildik. Keyin men samolyotda Toshkentga uchib keldim. Men Toshkentda o'z uyimdaman. Siz chiqib keting. Bo'lmagan gap, soat 11 bo'ldi. Hozir Ipolit keladi. Siz chiqib keting. Meni qallig'im keladi. Tarelkalar. Oyim tarelkalari o'zgarib qolibdimi? Fikrlashni boshladingiz. Mana yangi yil savatlari. Lyustra. Meni lyustram qani nimaga o'zgarib qoldi? Komissionkaga berib bordim. Komissionka? Joyiga qo'yib qo'ying. Meni uyimda hamma narsa joy-joyida turishi kerak. Oyim qani? Ana Ipolit keldi. Ipolit keldi. Ipolit, ochmang, eshikni ochmang, iltimos ochmang. Shimim qani meni shimim? Voy. Nadyusha. Ipolit yaxshi keldingmi? Yo'llar juda ham muz bo'lib yotibdi. Zo'rg'a yetib keldim. Ha, endi sekinroq haydash kerak edi. Yo'llar yaxmalak. Har holda Jemni mashinasi emas. Ipolit, to'yda xizmatdan kelyapsanmi? Kostyum shu kiyyapsan? Ha, sen oldinga bir to'yda shu kostyum shunday kiyaman, qanday? Haligi Ipolit senga tilakda aytsam, qahqaha otib kulasan. Uyga kelsam, begona erkak to'shagimda yotibdi. Erkak? Qanaqa erkak? Erkak. Erkakmi o'zi? Nima? Erkak, ha? Uflos. Nimaga ochasiz? Ayol kishini oldida axir uyat bo'ladi-ku.
Ishqim rostdan adashib qoldimi? Yo sizlar adashganlardan keyin men kirdimmi? Yo'q, Ipolit, noto'g'ri tushunyapsan. Qara, bular ham quruvchilar ko'chasi 16-dom 39-kvartirada yashayotganlar. Lekin Toshkentda. Senga Samarqandda pishirib qo'yibdim bo'lmasa. Janjal qilmanglar. Voy, Nimaga? Ipolit, shoshma. Nimaga dumlab turasizlar? Men sizlarga g'ildirakmanmi? Qo'y, Ipolit, ketma. Yangi yil kechasida ikkalamiz yaxshi kayfiyatda kutib olaylik. Ipolitjon, iltimos. To'xta. Nimaga men ketaman? Ha. Mana bu ketadi. Nimaga itarasiz? O'zim yura olmayman-ku. Bunchalik jirkanchsan. Gapirma, senga qanday jirkanch bo'lsa, menga ham xuddi shunaqa jirkanch, Ipolit. Bu shirin hid meni kurtgan emas. Meni kurtgan qani? Sizlarga qanaqa jirkanch bo'lsam, o'zimga ham hozir shunaqa jirkanchman. Xayr. Nimaga meni haydashadi? Sumkam qara. Yangi yilingiz bilan ko'p ichmang faqat.